Diqqat ta'ziya. O'zbekistonda og'ir judolik. Taniqli inson vafot etdi. Hali juda yosh edi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, siz ham o'z ta'ziyangizni izhor etmoqchi bo'lsangiz, video rolik ostiga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat ta'ziya. Taniqli jurnalist va bloger Jasur Hamroyev 42 yoshida vafot etdi. Marhum so'nggi vaqtlarda o'z bloglarida show-biznes yangiliklari bilan bo'lishib borgan edi. Jasur aka nefrologiya kasalligi bilan kurashayotgan edi. Bir haftadan beri ularga qon guruhi qidirdik, lekin hammaga yordam bergan odamga hech kim yordam bermadi. Uning qon guruhi hech kimda topilmadi, deya ma'lum qildi Zamira Beshimova. Biz kanalimiz nomidan Jasur akaning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik izhor etamiz.